Ayso Masihning dunyoga kelishi mundaq bo'lgan. Maryam bilan Yusufning cheyi ishkizilgan edi. Biroq ular nikohlanib birlashishdan ilgari Maryamning muqaddas ruhdan homildor bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Maryamning loyiqi Yusuf durust odam bo'lg'ashqa, Maryamni xaloyiq oldida nomusga qoldirmaslik uchun uningdan jimjitla ayrilib ketmoqchi bo'ldi. Biroq u bu ishni o'ylab yurganida Parvardigorning bir farishtasi uning tushida ko'rinib, "Ey Davud podshoning avlodi Yusuf, Maryamni amringa ilishdan qo'rqma, chunki tug'ilgan bola muqaddas ruhdan kelgan. U bir o'g'il tug'di. Uningga Ayso, Parvardigor qutqizdi" deb ism qo'ygan. Chunki u o'z xalqini gunohlaridan qutqizdi dedi. Mana bular Parvardigorning payg'ambar orqali pok qiz homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Uning ismi Immanuel, Xudo biz bilan billa deb qo'yildi degan so'zning amalga oshirilishidir. Yusuf uyg'onib, farishtaning dinini qilib, Maryamni amriga oldi. Lekin Maryam bo'shang'icha uning bilan bir yostiqqa bosh qo'ymadi. Bola tug'ilganda Yusuf uningga Ayso deb ism qo'ydi.